Akalar, dangal aytaman, shu akamiz ishlari bitsin, pul kerak bo'layotgandan srochniy sotilyapti mashina. Xo'p, BYD ham 605 kilometrli yuradigan versiyasi, yangi, notarskiy tayyor. Shundoq kelasizlar, ishtirsanisizlar, notarskiy egasidan ko'rishib olasizlar. Qo'liga 33 ming sana berasizlar, sразу оформить qilib olib ketasizlar. Pul kerak bo'layotgandan srochniy sotilyapti akalar. Hozirgina katta salonlarda mashina olib kelib qo'ydilar. Jigaring salon ko'rib turganinglardek. Biroq aytdilar, qo'ldan kelgancha istoriya qilib beryapmiz, sababi oxirgi paytda bozorda odam yo'q. To'g'risini ama shaharda ham odam yo'q, salonlarda. Hamma shu Instagram orqali ko'rib, ishonch bildirib, viloyatlardan yoki chet ellardan turib to'lov qilishyapti. O'shancha akalar, dangalimiz, pulni olib kelasizlar, sanisizlar, kaltni qo'lingizga olib ketasizlar. Egalarining qo'llariga 33 ming dollar sana berasizlar, mashina sizlarniki akalar. 605 kilometrli yuradigan versiyasi, notarskiy tayyor, poligon kutmaysizlar akalar. Qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, changan mashinamiz ham bor. Bunga 25 ming so'ralyapti. Buni ham egasi bilan xudo xolis kelsanglar gaplashib olasizlar.